Mana shu archa dunyodagi eng uzoq har doim ko'mib turadigan daraxt. Mana shu archa bizni bu yilgi 2025-yilgi olgan uchastkalarimizda, qurayotgan qishlog'imizda Xudo xohlasa to'la, juda ham ko'p archa. Bunaqa archalar spesialni ekilgan bu yerga. Qisqasi, Rossiyada yurib pul yig'a olmay, ishlagan pulingiz kirib ketib, qanday qilib pul yig'aman, qanday qilib pul yig'sam bo'ladi deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, sizga chin ko'ngildan aytaylik bo'lishaman, aytaman, что topgan pulingizga yer olib qo'yar ekansiz. Biz shunday qildik, mana baraka topdik. Shunday qildik, bizga Xudoga shukr. Hozir 1 tangaga olgan yerimiz 4-5 yil oldin, hozirgi kunda 4-5 tanga bo'lib turibdi. Ham pulimiz yig'ilib turdi, ham pulimiz qanchadir vaqtdan keyin o'sib berdi. Aytmoqchi bo'lganim, biz Moskvani oblastida, Moskvani severozapad, Ximki, Zelenograd tarafda olti-sotiq mana shunaqangi chiroyli archasi ko'p uchastkalardan sotuvga qo'yganmiz. Ko'proq ma'lumot Telegram kanalimizga o'ting, обязательно Telegramimizda bor. Keling, qo'shni bo'ling, biz bilan birga o'sing, biz bilan birga uy-joy qiling. Biz o'sha shu yerda 20-25 yildan beri yashab, uy-joy qilib, o'zimizni kunimizni qilib yuribmiz. Bizga haqqoniy uy-joy qilaman, pul qilaman degan odamlar qiziq kerak. Telegramda ko'rishguncha.